Feministlarning hasrati. Her dushanba kuni Londondagi bir oshxonada bir to'p ayol do'stlar bilan ko'rishaman. Biz derazaning yonidagi ustalda o'ltirib, hayotimiz haqida paranglashamiz. Bizning nurg'un o'rtoqligimiz bor. Hammamiz 50 yoshdan oshgan, yuqori o'qish tarixiga ega, muayyan kasblar bilan shug'ullanadigan ayollarmiz. Ammo hayotimizda zo'r bir bo'shliq bor. Hammamiz jo'risiz, balamizmi yo'q. Men nurg'un yaqin do'stlarimga o'xshash feminizmning biz bir avlod kishilarni qardan chiqarganligini his qildim. Men feminizm aqidasida jon bo'ldim. Yo'q, balki bu aqida menga zo'rlab tengildi. 13 yosh vaqtimda ayollar ozodlik harakatida qatnashgan hammam menga Rojdestvo sovg'a sifatida Gloria Steinem bilan Simone de Beauvoirning kitoblarini berdi. Simone de Beauvoir zamonaviy feminizmning barpochisi deb qaralatdi. Men tangtushlarim bilan birga Mary Poppins degan filmni ko'rib, qat'iy irodalik, jo'risiz bu bola boqquchiga qattiq havas qilgan edim. Ammo uning ko'zlarida anda-sanda ko'rilib qolgan qayg'u hasratga zinhor sapsalmagan ekanman. Men yana ayollarning siyosatga ishtirok qilishini targ'ib qilgan Bankis xonimga yesdoshlik qilish bilan bir vaqtda uning nemishqa ahmoq yerdan ayrilmaganligini kallamdan o'tkazolmaydim. Bizning qahramonimiz Margaret Thatcher edi. Garchi u o'zi inkor qilsa-mu, ammo u haqiqatan bir feminist edi. Men 15 yosh vaqtimda dadamning uyida tunji ayol bosh vazirimiz Margaret Thatcher bilan ko'rishgan edim. Bu hayot yo'nalishimga ta'sir ko'rsatgan bir qitimliq uchrashish edi. Tanishtirishlardan keyin u menga hayot temasi haqida so'zlashga boshladi. Uning so'zidagi muhim nuqtalar shu chaqdagi barliq feministlar tarafidan qizg'in olqishlanadi. Uning so'zini ayollarning kasbiy hayoti erlar bilan bo'lgan munosabatidan ko'p muhim degan jumlaga yig'inchoqlashga bo'ladi. Uning jo'risi uning uchun emas, arzimas bir odam bo'lish mumkin edi. Darvaqa Margaret Thatcher biz bilan birga g'izalanganda uning eri boshqa ayollar bilan salonga chiqib ketgan edi. Men o'qigan Sant Paulis degan shaxsiy maktabda Thatcherning qizlari bo'lmish bizlar nikoh va ayollikdan yiroq yashashni targ'ib qilgan tarbiyani qabul qilgan edik. To'y qilmagan bir savodashim mundaq deydi. O'qituvchilarim meni nikohni numussizlikdek o'ylaydigan qilib qo'ygan edi. Angliyalik o'qituvchim bir qitim to'y jurnali o'qiganligim uchun meni mazaq qilgan edi. Keyin u erlarni alvasti deb sifatlaydigan oshqun feministga aylandi. Hammamizga Sant Paulis qizlar maktabining o'quvchilari tomoq etmaydi, tafakkur qiladi deb talqin qilingan edi. Ulug'vor g'oyaga ega yoshlik chog'larimizda bularning hammasi to'lim yaxshi bilinadi. Ammo qizlarning hammasi cho'ng amaldor yoki yuqori sotning sotchisi bo'lib yetishib chiqolmaydi. Bu feminizm bizga deyishni unutib qolgan muhim nuqta edi. Tarixga nazar solganda feministchi talash tortishning asosi bordek ko'rinadi. O'tmishda ayollar oldi bilan dadasiga, ondan eriga bog'lanib yashaydigan bo'lg'achqa, ularning turmushining havas qilg'uvchiligi yo'qdek tuyuladi. Halbuki ayollar yaxshi tarbiya ko'rsa, rohat turmush kechiralaydi va erlarning ijozatiga muhtoj bo'lmaydi. Ayol kishining to'y qilish va bolaliq bo'lish arzusi boshqa hamma narsani besib tushganda, u cho'qim xizmatidan ayrilib qoladi. Dunyo dastlabki feministlarning tushunishi tas bo'lgan shaklda o'zgardi. Ba'zida shunday o'ylab qolaman, do'stlarim shunday o'ylaydi. G'arb hozir feminizm falsafasini sig'dira olmas holga keldi. Feminizm amdilikda ziyonliq bo'lib qoldi. Masalan, bizga o'xshash 50 yoshdan halqagan jo'risiz feministlarning kelgusi qandoq bo'ladi? Baxtsizlikning asosli sabablaridan biri o'zini so'yilmagandek his qilishdir. Halol nikoh va so'yilish hissiyoti bo'lsa, xushallikni hammadan bak kuchaytiradi. 50 yoshdan oshgan har 10 nafar angliyalik ayolning biri azaldan to'y qilmagan va yolg'iz yashaydi. Bu ham ko'ngilsiz, ham nosog'lom yashash tarzidir. Mening 55 yoshlik do'stim Sally bir qitim mundaq degan edi. Men bir ayol bo'lish sifatim bilan o'zimni hamisha qarshilanmaydigandek his qilaman. Chunki feminizm bizga an'anaviy ayollik, erlar bizni ezish uchun kashf qilgan dogma obrazdir deganni talqin qilgan edi. Shunga men erlardan nafratlandim. Hatto ularni yinimdan qo'g'ladim. Endi buning uchun badal to'layapman.
Amerikadagi bir tibbiy tadqiqot apparatining yaqinqi tadqiqotiga ko'ra, yolg'izlik o'tir yoshli ayollardagi tushkunlikni keltirib chiqaradigan asosli sabab ekan. Koshki buni burunroq bilgan bo'lsam, yaqinda menmo rahimsiz ruhiy kasalning qurboniga aylandim. Jo'risiz do'stlarimning nurg'uni tushkunlik kasalining dardini tortmoqda. Buningga sargardon mushuklarmo o'ziga ravo ko'rmaydigan tanha turmush sabab bo'ldi. Buningdan boshqa masalaning iqtisodiy tarafim bor. Men tanıydigan jo'risiz ayollarning nurg'uni to'van va o'rta kirimli kasblarda ishlaydi. Bir universitetning professori bo'lgan bir do'stim mundaq dedi: Yolg'iz ayollarning jo'risining yordamisiz chiqimlarini qamdashi bargan sari tasga to'xtayotdi. Millionlagan ayol ozg'ina kirim bilan yashaydi. Feminizm izchil holda menga moliyaviy mustaqillik g'oyaviy holatdir degan tushunchani talqin qilgan edi. Ammo xatardan saqlanish fondining boshqaruvchisi yoki eng ko'p sotiladigan romanning avtori bo'lmasangiz, uni amalga oshirish mumkin emas. Shuningga o'xshashlar kishini umidsizlantirdigani shuki, jo'risiz ayollarning nurg'uni o'zini turmushda mag'lub bo'lgandek his qiladi. Feminizm bizni kuchlantira olmay qolmasdan, aksicha tashvishga mubtalo qildi. Kasbiy hayotim turg'unlikda. Men azaldan to'y qilib boqmadim. Özümni tolumu arzimas his qilaman, dedi 53 yoshlik konu do'stim Rashil. Ayollardagi ishonch izchil holda bo'libmi, halol nikohliq eri tarafidan suyulishdan keladi. Eri va bolasi bor ayollarning ularning muhabbatini qabul qilishi odatdagi ishda qilsa-mu, bu uning ruhiy sog'lomligi va muvaffaqiyati uchun favqulodda muhim. Vaholanki o'tmishdan bugungacha yetib kelgan organlarning hech biri feminizmning ziyniga oiladek uchirgan emas. Feministçi g'oyasi bor nurg'un ayollar xizmat vaqtining uzunligi va oila ayollarining kamsitilishi sababidan bolalarni beqish yuki ilgirki ayollarnikidan ko'p ig'ir bo'lib ketdi deb qaraydi. Shundoq bo'lgan ekan, tug'ish nisbatining tuvallishining ajablangudek nimasi bor? Dushanbalik gruppamdagi yana bir aylan mundaq dedi: "Menga barcha yukdan bo'libmi, boladan xoli bo'lish, eng kamida kasbiy hayotda muvaffaqiyat qozongan qadar shunday qilish kerakligi o'rgatildi. Lekin men endi qerib ketdim. U fursat qo'ldan ketdi. Yaqinda men tushkunlik kasalim sababli bargan sari ojizlagandan keyin uyimda 20 yoshlik bir qiz o'quvchi turishga boshladi. O'zaro tanishib bir hafta bo'lganda men 30 yoshdan burun to'y qilmaslik va bolalik bo'lmaslik hukmining uning uchun to'limi yerginishlik ekanligini his qildim. U mazkur taklifni keskinlik bilan rad qildi. Qisqasi, uning haqiqiy ayol kishidek yashog'isi bor edi. U mundaq dedi: "Shundoq, men ayollar tegishli huquqqa erishish kerak deb qarayman. Ammo men opam menga so'ndirib olgan radikal feminizmga qarshi. U bakli chekdan eshib ketgan. Yoshligimda menga so'ndirilgan feminizm xato holda ayollarga erlarga o'xshash harakat qilishni va o'ylashni talqin qildi. Bu to'limi ig'ir xatolik edi. Menga o'xshash ayollar o'yin natijasi oldin belgilab etilgan qimorxonadagi qimorbozlarga o'xshash buning uchun badal to'lamoqda. Bu jihatdagi kultural tushunchani qaytadan tanglashning vaqti keldi. Men va do'stlarim bakli kechikkan bo'lishimiz mumkin. Ammo feminizmning kelgusi avlodlarning turmushini vayron qilishiga yo'l qo'yilmasligi kerak."